Andijon viloyat Ulug'nor tuman Yangiobod MF, ya'ni Do'stlik sport zal akalar mana hozir zalda trenirovka bo'lyapti. Chiqdim. Izohlarda yozishgan ekan, sovuq emasmi deb bilgani chiqdim. Mana buni o'chirib qo'yishibdi. Bu yerda ham bitta turibdi. Buni ham o'chirib qo'yishgan. Mana bu bittasi yoniq turibdi. Sababi sovuq emas ekan, issiq ekan. So'qatyapsanmi, so'qatmayapsanmi? So'qatmayapman. Issiqmi? Senchi? Yo'q, so'qatgam yo'q. Yaxshimi? Yaxshi. Qalay trenirovkalar? Zo'r. Sizlarchi bolalar? So'qatgam. So'qatishmayapsanmi? Yaxshimi? Xullas mana hammadan so'radik, so'qatga yo'q ekan. O'zi shug'ullangan odam so'qatmaydi. Men o'zim ham chiqib, kecha kuni shug'ullanib, trenirovka qilib kirib ketdim. Mana shu bahni hamma bilib oldi men shug'ullanishimni. Xullas sovuq emas. Abdushima pechkalar hammasini yoqsa isib ketadi. O'zim ham shug'ullandim, qo'rqmay farzandlarni beraverasizlar. Trener zo'r. Xudo xolasa mana narsalarni otim nomini bilmayman, hozir ko'rsatib beraman. Mana narsalar. Mana yuguradigan daroshka deydimi, shunaqa bor. Mana velosipedmi? Bu ham korotchi, bu ham anaqa yuguradigan. Oti nima ekan bilmayman, bu ham bor. Bunda ham kecha minib ko'rdim, velosiped ekan, mana bu ham bor. Xullas aynagi ham bor, qarab shit qilaverasizlar, mana gantelchalar turidan. Mana trenerimiz ham mana bolalarni hamisha mana kech bo'lishiga qaramasdan doim nazoratda olib turar ekan. Men shunisiga qoyil qoldim, mana kech bo'lishiga qaramay, ba'zi bir men oldin sport zallarga ko'rganman, kech kirganda kalitni bolalarga berib o'zi ketib boradi. Lekin bizni do'stlikda mana trenerimiz kech bo'lishiga qaramasdan bolalarni shug'ullantirib, hammani uyiga jo'natib, keyin o'zi ketar ekan. Xullas kuzatishni davom etasizlar, sog' bo'lasizlar, yoqqan bo'lsa bunaqa bosib ko'rasizlar. Bu videoni ulug'norliklarga tashlab qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.